30-iyul O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi bu gal nafaqat ilmiy muloqotlar, balki turli mamlakatlardan tashrif buyurgan mehmonlar uchrashuviga ham mezbonlik qildi. Nafarga yaqin ishtirokchi markaz ekspozitsiyasi bilan yaqindan tanishib, O'zbekistonning boy tarixiy va madaniy merosini aks ettiruvchi noyob eksponatlarni tomosha qildi. Shundan so'ng Xalqlar do'stligi kuni munosabati bilan tashkil etilgan Do'stlik festivali doirasida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya o'tkazildi. O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi yana bir nufuzli xalqaro anjumanga mezbonlik qilmoqda. Nafarga yaqin turli millat vakillari bir maydonga jam bo'lib, umumiy birdamlik, xalqlar o'rtasidagi do'stlik va o'zaro muloqotning yangi istiqbollari xususida so'z yuritishadi. Albatta bugungi kunda O'zbekistonda yashayotgan turli millat va ellat vakillariga yaratilib berilgan sharoit hech bir mamlakatda yo'q desam adashmayman. Albatta men buni har bir qaysi bir mamlakatga bormay, o'z mamlakatimda, o'zimning vatanimda har bir minbarlarda turib baralla ayta olamanki, bugun biz O'zbekistondagi yashayotgan millat va ellat vakillariga yaratilib berilayotgan bizga bo'lgan yuksak e'tirof hech bir mamlakatda yo'q. Tadbir avvalida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Xalqlar do'stligi kuni munosabati bilan yo'llagan bayram tabrigi ishtirokchilarga o'qib eshittirildi. Prezident tabrigini Prezident maslahatchisi Xayriddin Sultonov o'qib eshittirdi. Unda mamlakatimizda millatlararo totuvlik, diniy bag'rikenglik va hamjihatlik muhitini yanada mustahkamlash, xalq diplomatiyasini rivojlantirish hamda qo'shni davlatlar bilan do'stona aloqalarni kengaytirish yangi O'zbekiston taraqqiyotining ustuvor yo'nalishlaridan biri ekani alohida ta'kidlandi. Bugungi kunda O'zbekistonda 130 dan ortiq millat va ellat vakillari hamjihatlik muhitida istiqomat qilmoqda. 153 ta milliy madaniy markaz hamda 36 ta do'stlik jamiyati faoliyati esa millatlararo muloqotni rivojlantirish va xalqlar o'rtasidagi do'stlik rishtalarini mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Konferensiyaning rasmiy qismi yakunida hamkorlikni yanada rivojlantirishga qaratilgan memorandum imzolandi. Shundan so'ng tadbir doirasida millatlararo totuvlik va xalq diplomatiyasini rivojlantirish, shuningdek jamiyatda bag'rikenglik muhitini mustahkamlash yo'lidagi samarali faoliyati bilan ajralib turgan bir guruh faollar tantanali ravishda taqdirlandi. Ularga esdalik sovg'alari va tashakkurnomalar topshirildi. Taqdirlash marosimi Xalqlar do'stligi kuniga bag'ishlangan tadbirlarning mantiqiy davomi bo'lib, jamiyatda o'zaro hurmat, hamjihatlik va do'stlik qadriyatlarini qaror toptirish yo'lida xizmat qilayotgan insonlar mehnatiga bildirilgan e'tirof sifatida baholandi. Yurtboshimiz har gal ta'kidlab o'tadilarki, O'zbekistonning boyliklari ko'p, lekin eng katta boyligimiz bu shubhasiz ko'p millatli O'zbekiston xalqi ekanligini ko'p bora ta'kidlab o'tadilar va bunda aynan ko'p millatli xalqimizga yaratib berilayotgan, O'zbekistonda yashayotgan turli millat ellat vakillariga yaratib berilayotgan imkoniyatlar, sharoitlar sarhisobi bugun aynan konferensiya orqali ham ko'rsatib berildi. Mazkur konferensiya doirasida aynan O'zbekiston Respublikasi millatlararo munosabatlar va xorijdagi vatandoshlar masalalari bo'yicha qo'mitasi hamda O'zbekiston Islom sivilizatsiyasi markazi o'rtasida hamkorlik memorandumi imzolandi va mazkur memorandum ham shubhasiz mamlakatda millatlararo totuvlik va hamjihatlikni yanada mustahkamlashga va bu borada amalga oshirilayotgan ishlarni sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqishda muhim bir hamkorlik kelishuvi deyishimiz mumkin va bunda aynan mazkur kelishuv bir muhim ahamiyat kasb etadi.